Xitoy Uyg'urlarga qaratilgan irqiy ayrimchilik siyosatini oshkorladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi xavfsizlik tarmoqlari muhim nuqta qilib tekshirish obyektlarini bekitish haqida bir parcha uqtirish tarqatgan. Xitoy azaldan Uyg'urlarga ichki jihatda irqiy ayrimchilik siyosatini qo'llanib kelgan bo'lsa-mu, biroq xalq olamdan yushirib maxfiy tutib kelgan edi. Biroq Xitoy bu qatim tekshirish punktlaridan o'tgan Uyg'urlarni qeri yoshtimay tekshirish, Xitoy fuqarolarini tekshirmaslik uqtirishi orqali Uyg'urlarga irqiy ayrimchilik siyosatini yurgizib kelganligini oshkorladi. 41 muxbir Xitoy turmasida qamoqda. 14 dekabr Shintangdan to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Markaziy Amerikaning Nyu-Yorkdagi muxbirlarni qo'g'dash jamiyati yaqinda bir parcha dokument e'lon qilgan. Dokumentda 2017-yili dunyo bo'yicha 262 muxbir turmada yetayotganligi, bularning ichidagi 41 muxbirning Xitoy turmasida ekanligi, Xitoy dunyo bo'yicha muxbirlarning axborot erkinligini cheklash, muxbirlarni turmaga qamash, kishilik huquq dafsandachiligi jihatlarda oldingi qatorda turadiganligi yozilgan. Quddus qo'ldan kelsa, Madinani qo'g'dab qolg'ili bo'lmaydi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki Lütfi Kirdar yig'in zalida o'tkazilgan Najib Fazil mukofoti programmasida qilgan so'zida Quddus musulmonlarning qo'lidan ketib qolgan taqdirda Madinani qo'g'dab qolg'ili bo'lmaydiganligini, Suriyada butkul dunyo musulmonlarining kelajagi bilan zich munosabatlik bo'lgan suiqasdlik planini buzib tashlaganliklarini ta'kidlab o'tdi. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek Kahire demektir, Şam demek Bağdat demektir. Saudiya Arabiston boshchiligidagi ittifoqdosh armiya Yamanni bombardimon qildi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun xabarida Yamandagi hukumatga qarashli harbiy manbalarning bildirishicha, Husiylar Hudayda shahrining Haysi rayonida harbiy bazalarga hujum qilgan. Orqadan yuz bergan to'qinishlar va ittifoqdosh kuchlarining havo hujumlarida 20 Husi militani o'lgan. İttifaqdosh kuchlarining havo hujumlarida Taizning Mavza nahiyasida fuqarolar o'ltirgan bir avtomobildagi 7 fuqaro qazo qilgan. Narsida bolalarni o'z ichiga olgan bir qancha kishi yaralangan. İsa Yusuf Aliptekinni cho'nqur eslaymiz. İsa Yusuf Aliptekin vatan ichidagi xizmatlarda bo'lsin yoki 1949-yili Xitoyning rejimiga uchrab hijrat qilgandan keyingi hayotida bo'lsin, Sharq Turkiston xalqining ozodligi va mustaqilligi uchun barlig'ini atagan, to'xtamasdan kurash qilgan Uyg'urlar ichidan chiqqan fidokor siyosiy yo'llarning biri bo'lib, 17 dekabrdagi marhum vafotining 22-yilligi munosabati bilan marhumni cho'nqur eslaymiz. Hamda Allohdan marhumning gunohlarining mag'firati, oxiratligining xayrlik bo'lishini so'raymiz.